Inson kuniga yuzlab qarorlar qabul qiladi. Nechida uyg'onish, qatga borish, issiqroq kiyinishmi yoki yengilroq? Nima ko'rish, telefon qilishmi yoki Telegram bilan yozishmi? Zamonaviy insonning miyasi doimiy ravishda tanlov ichida yashaydi. Va bu kundalik tanlovlar ichida ovqat alohida o'rinda turadi. Nonushtaga nima yeyish, obedga nima yeyish, kechga nima yeyish? Milliy taomlarmi yoki fast foodmi? Milliy taomlar bo'lsa oshmi yoki mantimi? Fast food bo'lsa lavashmi yoki burgermi? Burger bo'lsa Burger Kingmi yoki Evis? Bu hali ko'chada ovqatlanish haqida gap ketyapti. Uyda ovqat qilsangiz undan ham qiyin. Har bir oila a'zosi ovqat saylovida qatnashadi. Ovqat tanlangandan keyin kartoshka bormi, piyoz bormi, go'sht bormi degan savollar chiqadi. Inson kun davomida ovqat haqida o'nlab, ba'zi tadqiqotlarga qaraganda bo'lsa, yuzlab qaror qabul qiladi. Steve Jobs kiyim tanlashda qaror qabul qilmaslik uchun har kuni o'sha mashhur qora futbolkada yurishni tanlagan edi. Agar xuddi shu yondashuvni ovqatda qo'llasak-chi? Agar har kuni bir xil ovqat yesak nima bo'ladi? Va men keyingi 7 kun davomida faqat 3 xil mahsulot yeyishga qaror qildim. Tovuq filesi, guruch va brokkoli. Kuniga 3 mahal, 3 xil mahsulot 7 kun davomida. Va bu videoda ovqatni hayotimizdagi o'rni, to'g'ri ovqatlanish va challenge natijasini tahlil qilamiz. O'zi nimaga aynan bu 3 ta mahsulot tanladim? Har qanaqa ovqat 6 xil narsadan tashkil topadi. Bu oqsil, yog', uglevodlar, kletchatka, vitaminlar va mikroelementlar. Oqsil va qisman yog' manbasini tovuq filesi bajaradi. Oqsil o'zi hujayralar qurishi va tiklanish vazifasini bajaradi. Yog' bo'lsa gormonlar, miya va asab tizimi uchun kerak. Uglevod manbasini guruch bajaradi. Uglevodlar tana va miyani asosiy energiya manbasi. Kletchatka, vitaminlar va mikroelementlar vazifasini bo'lsa brokkoli bajaradi. Kletchatka ichak va hazm qilish faoliyati uchun kerak. Vitaminlar va mikroelementlar bo'lsa organizm faoliyati uchun. Har qanaqa ovqat har xil tarkibga ega. Masalan, guruchda ham brokkoli kabi kletchatkasi bor yoki tovuq filesi kabi oqsili ham bor. Lekin uni kletchatkasi va oqsili brokkoli bilan tovuq filesi bilan taqqoslaganda yetarlicha emas. Uni asosiy tarkibi uglevodlar hisoblanadi. Va xuddi shu mantiqda tovuq filesida ham uglevodlar bor, lekin guruch bilan taqqoslaganda yetarlicha emas. Vitamin va mikroelementlarda ham xuddi shunaqa. Mukammal, organizmga kerak bo'ladigan barcha elementlar bor ovqatning o'zi yo'q. Har qanaqa ovqatda yoki oqsil ko'proq bo'ladi yoki uglevod. Qaysidirda B vitamin guruhi ko'proq bo'ladi, qaysi birida C vitamin guruhi ko'proq bo'ladi. Qaysi birida temir ko'proq bo'ladi, qaysi birida bo'lsa kalsiy. Ya'ni sog'lom ovqatlanishi birinchi asosi bu inson mana shu 6 xil narsani har xil ovqatdan olishi kerak. Shuning uchun challenge ratsioni 3 xil ovqatdan tashkil topadi. Endi keyingi masala bu ovqat tarkibini tozaligi va uni to'liqligi. Nimaga bodring emas, brokkoli yeyish kerak? Qalbga yaqin bodring va ota-bobolarimiz umrida ko'rmagan brokkoli. Bular farqi nimada? Bodringning tarkibi asosan suv, ozgina vitamin, ozgina kletchatka va ozgina mikroelement. Brokkolining tarkibida bo'lsa ko'proq temir, kalsiy, uglevodlar va hattoki oqsil bor. Ya'ni brokkoli har qanaqa parametr bo'yicha bodringdan ustun. Lekin bu degani bodring yemaslik kerak degani emas. Chunki kam bo'lsa ham foydasi bor. Yo'qdan ko'ra yaxshi. Va shu o'rinda ismaloq brokkolidan mikroelement bo'yicha boyroq. Lekin ismaloq tayyorlash noqulay. Bizga bo'lsa eng samarali va qulay ovqat kerak. Shuning uchun biz sabzavotlar ichidan brokkolini tanladik. Sog'lom ovqatlanish birinchi o'rinda ovqatning tarkibi bo'lsa, ikkinchi o'rinda bu kaloriya. Kaloriya nima? Bu quvvat. Har qanaqa ovqat organizmda kaloriyaga aylanadi. Masalan, 1 gram oqsil 4 kaloriya, 1 gram yog' bo'lsa 9 kaloriya. Shuning uchun yog'li ovqat tezroq semirtiradi. Endi kaloriyadan olingan energiya nimaga sarflanadi? Nafas olishingiz uchun. 60-70% kaloriya shunchaki nafas olib turishingiz uchun sarflanadi. Bu yurak urishi, o'pka ishlashi, ichki a'zolarning faoliyati, tana haroratini to'g'rilab turish va hokazo. 10% bo'lsa ovqatni hazm qilish uchun, ya'ni yangi kaloriya olish uchun ham kaloriya sarflaymiz. Masalan, mashinani zapravkaga olib borayotganimizda ham yo'lda benzin sarflaymiz-ku, bu ham xuddi shunaqa. Qolgani bo'lsa harakatga. Yurish, yugurish, barmoqlaringiz harakatlanishi, umuman olganda hamma narsa. Va odamlar orasidagi eng katta farq ham shunda. Nimaga bomdoddan keyin yer chopadigan odam bilan soat 9 da ofisga boradigan odam bir xil miqdorda ovqat yesa ham, ikkinchida qorin paydo bo'ladi. Hamma gap kaloriya sarflashda. Aytaylik, benzin sifati bor. Mashinaga qancha sifatli benzin qo'ysangiz, motor shunchalar yaxshi ishlaydi va uzoqqa yetadi. Buni hammamiz tushunamiz. Oqsil, vitaminlar, mikroelementlarga boy bo'lgan ovqat bu masalan 100 talik benzin. Ikkinchisi bu benzin miqdori, ya'ni kaloriya. Mashinani baki 40 litr deylik. Siz 50 litr qanaqangi sifatli benzin quygan taqdiringizda ham 10 litr benzin bakka sig'maydi. O'sha sig'maydigan benzin tanangizda yog'ga aylanadi.
Endi siz menga o'xshab oddiy 40 litr baki bor mashinada emas, gelikda yurishingiz mumkin. Gelikki bakini o'zi 100 litr. Ya'ni oddiy mashinadan 60 litr ko'proq sig'adi. Nimaga? Chunki uni motori kattaroq. U ko'proq benzin sarf qiladi. Sport bilan shug'ullanadigan yoki og'ir jismoniy mehnat qiladigan odam bilan sport bilan shug'ullanmaydigan, ofisda o'tiradigan odam bilan farqi ham xuddi shunaqa. U kam energiya sarf qiladi. Kam energiya sarf qilganligi uchun unga kamroq kaloriya kerak. Ko'proq kaloriya yesa, qorin qo'yaveradi. Qorin qo'yvermasligi uchun benzin sifati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bakingizga yarasha benzin quyishingiz kerak. Ko'proq quygingiz kelsa, bakni kattaroq qilish kerak. Kattaroq qilish uchun bakka yarasha dvigatel kattaroq bo'lishi kerak. Dvigatel kattaroq bo'lishi uchun ko'proq harakat qilish kerak. Faqatgina tovuq filesi va brokkolini 1 yil davomida yegan taqdiringizda ham vazn yig'ishingiz mumkin. Nimaga? Chunki kerakli kaloriyadan oshgan ovqat miqdori yog'ga aylanadi. Bu juda ham oddiy formula. Kaloriyaning erkak va ayollar uchun o'rtacha miqdori bor, lekin yashash tarzingizga, bo'yingizga qarab u farq qiladi. Aynan sizga aniq ozish uchun qancha kaloriya kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, bu uchun maxsus saytlar bor. Lekin eng qulayi bu tayyor shunga moslashgan 7E ilovasi. Ilova sun'iy intellekt yordamida ishlaydi va istalgan ovqatingizni kaloriyasini hisoblab beradi. Dieta qilishda qiyin bo'ladigan ishlardan biri aynan kaloriya hisoblash. Shu sababli ham ba'zida buni qachon hisoblab o'tiraman deb dietadan chiqib ketamiz. Shaxsan o'zim ham challenge davomida bu ilovadan foydalandim. Ilovadan foydalanish juda ham qulay. App Store va Play Marketdan yuklab olasiz va kaloriyasini bilmoqchi bo'lgan ovqatingizni rasmga olishingiz o'zi kifoya. Endi mavzuga qaytamiz. O'rtacha erkak kuniga 2-2,5 kaloriya sarflaydi. Va men bu challenge davrida kuniga 1,5 kaloriya yeyishga qaror qildim. Xo'p, soat 4 bo'lyapti, lekin ertalabdan beri hech narsa yeganim yo'q. Hattoki tayinli suv ham ichganim yo'q, chunki yeydigan narsam hali tayyor emas. Biz hozir mana tayyorlayapmiz. Sizlarga qanaqasiga tayyorlayotganligimizni hammasini ko'rsatamiz. Tovuqimiz hozir mana eryapti. Chunki ozgina kerakdan ortiq yog'im bor va shu challenge bahonasida oz olmoqchi bo'ldim. Keyingi 7 kunda 3 xil ovqatimiz bor va ularning miqdori quyidagicha. Tovuq filesi 450 gram tayyor holida. Ikkinchisi guruch 150 gram, u quruq holida. Va brokkoli 450 gram, u ham quruq holida. Umumiy 1,5 kaloriya. Qanaqa tayyorlanishi qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga alohida post qo'yganman. Va qulaylik uchun bir kunda iste'mol qilishim kerak bo'lgan ovqatni 3 ta bir xil konteynerga bo'lib chiqdim. Bittasi nonushtaga, bittasi tushlikka, yana bittasi kechki ovqatga. Natijani hisoblash uchun bo'lsa, och qoringa vaznimni o'lchadim va challenge boshida vaznim 77,5 kilogramm edi. Challengedan keyingi vaznimni bo'lsa, videoning oxirida bilasiz. Xullas, birinchi kun. Birinchi kundan sezgan narsam bu ovqatning ta'mi yo'qligi. Ovqat shirinmasam deya olmaysiz, chunki yesa bo'ladi. Qorin to'yg'izadi, lekin ta'm yo'q. Chunki yeb turgan ovqatim juda ham oddiy. Va aslida ovqat shunaqa bo'lishi kerak. Ovqat zamonaviy dunyoda allaqachon qorin to'yg'iz vositasi emas, balki lazzat va dopamin vositasiga aylangan. Masalan, kuniga necha marta muzlatgichni zerikkaningizdan ochasiz. Qornimiz to'q bo'lsa ham, muzlatgich ichida hech narsa qo'shilib qolmaganligini bilgan taqdirimizda ham zerikib qolsak, muzlatgich ochamiz. Sababi dopamin qidiramiz. Qorni to'yg'ish uchun emas, miyani chalg'itish uchun yeymiz. Bekorga nosog'lom ovqatlanish ommaviy bo'lib ketmagan. Chunki miya quruq guruchga yoki brokkoliga chalg'imaydi. U shirinlikka chalg'iydi. Kaloriyasi baland bo'lgan, ta'm kuchaytiruvchilari bo'lgan fast foodga chalg'iydi. Buning sababi surunkali stress. Ya'ni siz oson topiladigan dopamin izlashga tushgansiz. Bu ijtimoiy tarmoqlarda soatlab lenta kovlash bo'lsin, bu nosog'lom ovqatlanish bo'lsin, sizda surunkali stress bor. Bu nimaga sog'lom ovqatlanish zerikarli va qiyin tuyulishining sababi. Va yana bitta sabablardan biri bu kundalik ovqatlarimizda ta'm kuchaytiruvchilar ko'pligi. Bulardan biri natriy glutamat. Natriy glutamat molekulalari til ustiga tushganda miya aldanadi. Miya biz hozir juda ham to'yimli, oqsilga boy va qimmat energiya olyapmiz deb o'ylaydi. Aslida bo'lsa, bu shunchaki ovqatga qo'shiladigan kukun. Uni markirovkasi E621 va u ko'plab yarim tayyor mahsulotlarga, kolbasa, sosiskalariga va hattoki restoran, fast food tarmoqlarida ham ishlatiladi. Agar u haqiqiy sifatli go'shtga, xo'randa yaxshiroq ta'm sezish uchun ishlatilsa, hali u boshqa masala. Lekin u chipslarda ham ishlatiladi. Shuning uchun masalan, uyda tayyorlangan chipslaringiz hech qachon upakovkadagi chipslarning ta'mi bilan tenglasha olmaydi. Uyda tayyorlangan chipsni aytaylik 100 gram yeb to'yib qolsangiz, upakovkadagi chipsni 2 barobar ko'proq yeysiz. Nimaga? Chunki natriy glutamat bor va miya to'yimli va foydali ovqat yeyolman deb o'ylaydi. Ba'zi bir ovqatda axlat desam, ovqatga unaqa deyish mumkin emas deysiz. Bu aniq, lekin ba'zi bir ovqatda axlat desa bo'ladi. Bu bo'yicha xohlagancha bahslashishlar mumkin, lekin yutqizasizlar. Tez tayyor bo'ladigan lag'mon. Uni tarkibi tez hazm bo'ladigan uglevodlar, tuz, arzon yog'lar va deyarli 0 vitamin va 0 mikroelementlardan tashkil topadi. Bo'm-bo'sh kaloriya, lekin mazali. Nimaga? Chunki ta'm kuchaytiruvchilari bor
va miya aynan shunga aldanadi. Aslida bo'lsa laboratoriyada ishlab chiqilgan kimyoviy tarkibdan tashqari hech narsa olmagan bo'lasiz. Aynan shuni maqsad klubida shaxsiy standartlar mavzusida ko'targanmiz. Unda studentlar nima yesin degan savolga javob oddiy. Bitta shunaqa sifatsiz ovqatning upakovkasi narxi 5000 so'm turadimi? Buni narxiga kamida 2 ta tuxum beradi. Oqsilga boy, vitamin va mikroelementlarga boy bo'lgan haqiqiy ovqat. Pul yo'qligi sifatsiz ovqat yeyishga bahona bo'la olmaydi. Ikkinchisi albatta bu shakar. Aynan bunga ko'p to'xtalmayman, chunki shakar bo'yicha alohida videomiz bor. U 1 milliondan ortiq ko'rilgan. Yuzlab, agar minglab odamlar bo'lmasa, aynan shu videodan keyin shakar iste'molini to'xtatib, vazn tashlashgan. Izohlar o'qib chiqsangiz isbot topasiz. Lekin shakar ham, natriy glutamat ham miyamizda bir xil mantiqda aldaydi. Natriy glutamatda miya to'yimli, oqsilga boy ovqat yeyapman deb o'ylasa, shakarda vitaminga boy olma, asal, qulupni yeyapman deb o'ylaydi. Nimaga? Chunki miyamiz zamonaviy ovqat borligini hali ham tushunmaydi. Haqiqiy tabiatda shirinlik bu har doim foydali degan mantiq bor. Challengening 3-kunida bir xil ovqatdan zerikdim, lekin ovqatni ta'mini ko'proq sezishni boshladim. Chunki ta'm retseptorlarim oddiy ta'm kuchaytiruvchilarsiz bo'lgan ovqatga o'rgandi. Men buni sizlarga ro'zadagi iftorda suv ichish bor-ku, o'sha bilan ta'riflab bera olaman. Hech narsa yemasdan, ichmaganingizdan keyin suv shirin tuyulishni boshlaydi. Odatiy kunda suvi ta'mi suv, lekin ro'za vaqti iftordan keyin odatdagidan ko'ra shirinroq tuyuladi. Xuddi shunaqa. Aytgancha tovuq filesini men Safidan oldim. Qulay upakovka, tozalik va xilma-xil mahsulotlar. Challenge boshlaganimdan keyin Safi brendi o'zini tovuq mahsulotlarini menga sovg'a sifatida jo'natishdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim va ularga men alohida rahmat aytaman. Ular filedan tashqari ko'plab mahsulotlar ham ishlab chiqarishar ekan. Kotletlar, nagetslar va shu kabi mahsulotlar. Lekin men challenge davomida faqatgina tovuq filesini iste'mol qildim. Challenge 3-kunida yaqqol his qilgan narsam bu xarajatlar bo'ldi. Men kuniga ovqat uchun kamida 300 ming 400 ming sarflaydigan odamman. Tushlikni ko'chada qilaman, kechki ovqatni ham ko'chada qilaman. Ba'zi holatlarda uchrashuvga boradigan bo'lsam, o'sha yerda ham ovqatlanaman. Yoki ofisga dastavka qildirishim mumkin. Chunki men ofisda ko'p o'tiradigan odamman. 3 kun ichida tashqariga 1 so'm ham sarflamadim. Odamlar to'g'ri ovqatlanishni qimmat deb o'ylaydi. Instagramdagi avokado, chia urug'larini ko'rgandan keyin bu tabiiy holat. Lekin men 7 kun davomida tovuq filesi, guruch va brokoli yedim. Va bu necha pulga aylandi deb o'ylaysiz? Keling hisoblaymiz. Kuniga 450 gram sifatli tovuq filesi. Safidan 450 grammi 26 ming so'm bo'ldi. Kuniga 150 gram guruch, 150 grammi 2200 so'm bo'ldi. Va kuniga 450 gram brokoli, 450 grammi 18 ming so'm bo'ldi. Jami 46 ming 200 so'm. 50 ming so'm deylik, bu bitta odatiy obed degan. Lekin buni o'rniga siz kun bo'yi sog'lom ovqat yeysiz. Bunga yana foydali yog'lar qo'shsa bo'ladi va ovqatning miqdorini ko'paytirsa bo'ladi. Lekin narx juda ham katta o'ynamaydi. Va albatta bu challenge davridagi ratsion. Lekin mantiq bir xil. Gazli shirin ichimlik ichgandan ko'ra suv arzonroq. Fast food yegandan ko'ra sho'rva ichgan arzonroq. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish boylar ishi degan narsa yolg'on. To'g'ri ovqatlanish aynan pul tejayman degan odamlar uchun to'g'ri keladi. Chunki uni arzon qilsa bo'ladi. Uni ustiga kamroq kasal bo'lasiz. Dorilarga ham kam pul sarflaysiz. Pul masalasi ochilganda bilasizlar, men challengelar qilishni yaxshi ko'raman. Pulga ham ovqat kabi sog'lom munosabat bor va nosog'lom munosabat bor. Agar nosog'lom ovqatlansangiz, uni zararini sog'lig'ingiz bilan to'laysiz. Agar pulga nisbatan nosog'lom munosabat qilsangiz, uni zararini hayotingizdagi halovat bilan to'laysiz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, pul inson hayotidagi eng muhim faktorlardan biri. To'g'ri ovqatlanish shakllantirish sog'lom ovqat yeyish bilan bo'lsa, pulga to'g'ri munosabatni shakllantirish pulni tejash va sarmoya qilish bilan bo'ladi. Shu uchun sarmoya qilish va biror bir maqsad uchun pul yig'ishga Iman loyihasi juda ham qulay yechim taklif qiladi. Iman loyihasida siz o'z mablag'ingiz bilan islom moliyasiga asoslangan biznesga sherikchilik uchun pul tikib, haqiqiy biznesdan foyda olishingiz mumkin. Mana masalan, bu challengedan oldin 1 oy davomida har kuni 50 ming so'mdan pul yig'ish challengeini qildim va 1 oyda 1,5 million so'm pul yig'dim. Bu albatta kichik summa, lekin aynan pulga nisbatan sog'lom munosabatni shakllantirishga shu challenge yordam berdi. Siz ham Imanim ilovasi orqali sarmoya kiritishingiz va islom moliyasi asosida daromad topishingiz mumkin. Ilova havolasi video ostida qoldirilgan. Iman loyihasi O'zbekistonda halol sertifikatga ega moliya tashkiloti hisoblanadi. Endi challenge ga qaytamiz. Challengening oxirgi kunlarida men sezgan eng katta narsa bu vaqt bo'shab qolgani. Ovqat haqida o'ylash qay darajada kunimizning katta qismini egallashi meni hayron qoldirdi. Va challenge davomida men nima ovqat tanlash mas'uliyatidan butkul voz kechdim. Va bu yengillik berdi. Chunki o'ylab ko'ring. Ertalab nonushtaga nima yeyish o'ylaysiz, keyin tushlikka, keyin kechki ovqatga nima yeyish o'ylaysiz. Har bir ovqatdan keyin unga baho berasiz. Yaxshi chiqibdimi yoki yomon chiqibdimi deb. Bular hammasi tanlov va xohlaymizmi, xohlamaymizmi, tanlov odamda kuch oladi. Menda bu tanlov yo'q edi va aynan shu yengillik berdi.
Bir necha kun bir xil ovqat yeganimdan keyin oxiri ovqat mazalimidi, menga yoqdimi o'zi, maza qildimi degan savolni umuman unutdim. Masalan, suvni nimaga ichamiz? Birorta odamdan shu savolni bersangiz, chanqoq qoldirish uchun deb javob beradi. Suvi maqsadi tanamizdagi namlikka ushlab turish. Xo'p, ovqatning maqsadi nima deb so'rasangiz, javoban xuddi shunaqa bo'ladi. Qorin to'yg'izish. Unda nimaga ovqat tanlaymiz? Bu joyi oshi bo'lmasa ekan, men boshqa zo'r zig'irda qiladigan oshni bilaman. Uniki bundan-da mazaliroq deymiz. Bu nima? Bu qorin to'yg'ish emas, bu ovqatdan lazzat olish. Buni yomon joyi yo'q, agar bu ikkilamchi bo'lsa. Agar bu bayramda bo'lsa. Lekin muammo biz ovqatdagi lazzatni kundalik hayotimizda birinchi o'ringa qo'yishimizda. Hayotimiz yashash uchun yeyishda emas, yeyish uchun yashashda bo'lib qolgan. Ust-bosh olgani chiqib 3-4 soat magazinda oddiy kiyim qidiring, charchab qolasiz. Nimaga? Chunki inson bir kunda o'zi bir nechta sifatli qaror qabul qila oladi. Undan ortig'i miyani charchatadi. O'ylagingiz kelmay qoladi. Endi kuniga 3 mahal shirin ovqat qidirsangiz, obedga nima yeymiz deb ishxonada 5 kishi bilan maslahatlashsangiz, keyin hali ovqat yoqdimi, yoqmadimi deb hamma bilan muhokama qilsangiz, diqqat qila olish qobiliyatingiz tabiiy ketadi. Muzlatgichni shunchaki zerikib qolganimizdan ochish odati meni hattoki mana shu 7 kun davomida tark etmadi. Bo'lmasa yeydigan narsam aniq, challenge aniq buzmayman. Lekin bu odatga aylangan. Shu uchun 7-kunga kelib ovqatga bo'lgan qarashim butkul o'zgardi. Challenge boshida vaznim 77,5 kg edi, yakunida esa 76-400 gram bo'ldi. O'zgarish 1 kg 100 gram. Hech qaysi dietada hattoki ochlik qilsangiz ham tashagan vazningiz faqatgina yog'dan iborat bo'lmaydi. Uni ichi suv bo'ladi, qanchadir qismi muskul bo'ladi. Toza, faqatgina yog' evaziga ozi bo'lmaydi. 1 kg vazn tashlash kimdir uchun katta natijadek ko'rinmasligi mumkin, lekin bu joyda bitta katta faktor bor. Men o'zi ortiqcha vaznim yo'q. Ya'ni tanada qancha kam ortiqcha vazn bo'lsa, shuncha ozish kamroq bo'ladi va qancha ko'p bo'lsa, ozish shuncha ko'proq bo'ladi. Lekin shunda ham men uchun bu yomon natija emas. Yana qayta bu challenge qilamanmi? Yo'q. Chunki bir xil ovqat yeyishga foydasi yo'q. Faqat qulaylikdan tashqari. Xuddi shu foydalari har xil ovqat bilan qilsa bo'ladi. Bir kun tovuq filesi, bir kun kotlet, bir kun baliq yesa ham bo'ladi. Aytgancha, Safina kotletlari ham bor. Korzinkada hamma mahsulotlar sotiladi. Har xil sabzavotlar yesa bo'ladi, salatlar, ba'zi bir mevalar, yong'oqlar qo'shsa bo'ladi, nonushtaga tuxum yesa bo'ladi. Xullas, xilma-xil. Sifatli, arzon, sog'lom ovqatlansa bo'ladi. Agar sog'lom ovqatlanish uchun qaysidir mahsulotlarni qanaqasiga tayyorlash kerak bo'lsa, Telegramda post yozib qoldiraman. Agar ortiqcha bosh og'riqsiz, o'ylab o'tirmasdan mana shu challenge qaytaraman desanglar, bemalol. Sog'lig'ingizga xavfsiz bo'lgan challenge. Agar sizga mana shu video yoqqan bo'lsa, demak siz rivojlanish uchun kerak bo'ladigan kontentlarni yana ham chuqurroq va kengroq o'rganishga tayyorsiz. Biz 2 yil oldin shu kabi kontentlarni berib borish uchun yopiq maqsad klubini tashkil qilganmiz. Klubimizda shu vaqtgacha 60 dan ortiq video kontentlar bor. Video darsliklar shaxsan o'zimni maqsadli inson ko'nikmalari darsliklarim, boshqa spikerlardan bo'lsa, kitob tahlillari, falsafa darslari, sog'liq va moliya mavzusidagi videolardan iborat. Undan tashqari 100 dan ortiq maqolalar bor va ingliz tilidagi mashhur podkastlarni ham o'zbek tiliga professional dublyaj qildirganmiz. Maqsad klubimizdagi kontentlardan shu vaqtgacha minglab insonlar foydalanib kelgan. Siz klubga kirish orqali mana shu 2 yillik yig'ilgan kontentlarga ega bo'lasiz va bu kontentlarni istalgan vaqtda ko'rishingiz mumkin. Maqsad klubi rivojlanishni xohlaydigan insonlarni bir joyda birlashtiradi. Klubimizga Maqsad obuna bot orqali qo'shilishingiz mumkin. Bot linki video ostida qoldirilgan. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Sizlar bilan Abdusattor Abdurahimov bo'ldi.